Joriy yilning 21-aprelidan 23-maygacha Ta'lim va kasb 2025 xalqaro ko'rgazmasi respublikamizning 12 hududida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada dunyoning 100 dan ortiq nufuzli universitetlari keng formatli ta'lim xizmatlarini taqdim etadi. Shuningdek, ko'rgazma bitiruvchi yoshlarning kasb-hunar o'rganishlariga ham ko'maklashadi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ta'lim va kasb ko'rgazmasi bu gal o'zining ko'lami bilan avvalgilardan ajralib turadi. Unda dunyoning 100 dan ortiq nufuzli universitetlari o'zlarining keng qamrovli ta'lim xizmatlarini namoyish etmoqda. Bunday ko'rgazmalarimiz 17 yildan buyon tashkil etilyaptiki, masalan, bu yilgi ko'rgazmamizda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi eng katta ta'lim ko'rgazmasi hisoblanadi. 15 ta davlatdan 100 dan oshiq oliy ta'lim muassasalarining o'zlarini yoshlarga o'zlarining imkoniyatlarini namoyish etadi. Bakalavriat, magistratura hamda doktorantura, undan tashqari malaka oshirish dasturlari ham barcha oliy ta'lim muassasalari tomonidan taklif etiladi. Ko'rgazmaga tashrif buyurganlar yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ularning dasturlari bilan yaqindan tanishish, o'qishga qabul jarayoni, ta'lim dasturlari, yotoqxona sharoitlari va talabalar hayoti haqida batafsil ma'lumot olish imkoniga ega bo'lishdi. Universitet vakillari bilan bevosita muloqot katta hayot ostonasida turgan yoshlarga o'zlari uchun eng ma'qul tanlovni qilish imkoniyatini taqdim etdi. Bugungi shu ko'rgazmada qatnashishdan asosiy maqsadimiz bugungi kunda raqamli ta'lim, xalqaro IT xizmatlarini eksport qiluvchi va startaplarga ega bo'lgan tashkilotlar yoki yoshlarga o'zimizda bor moliyalashtirish imkoniyatlarini taqdim etish. Ko'rgazma bejizga ta'lim va kasb deb nomlanmagan. Bois unda ish beruvchilar ham ishtirok etgan bo'lib, bu bitiruvchi yoshlarning kasb-hunar egallashiga ko'maklashish maqsadiga xizmat qildi. Men filologiya va tillarni o'qitish, ingliz tili bo'yicha ustoz bo'lmoqchiman. Avvalda bu bo'yicha soha bor ekan va menga aytishdiki, ko'p grantlar, ko'p ta'lim bo'yicha sohadagi fanlarda o'qitishga ham ko'proq imtiyozli berishga ma'lumotlar berishdi. Filologiya meniki. Berilayotgan ma'lumotlar biz 11-sinf bo'lganimiz uchun ham katta hayotga qadamda turibmiz. O'shaning uchun ham bunaqa ma'lumotlar ko'p kerak. Bizga berishdi, oldik. Tanlaydigan degan umiddamiz. Mazkur ko'rgazma 23-mayga qadar butun respublika bo'ylab 12 ta shaharda o'tkaziladi. Dilbar Primvoybek Mahkamov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.